Mana shu joyda qarz bergan insonlarga bitta chiroyli gapni aytib ketaylik. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hadislari bu. Kim bir insonga qarz bersa-yu, ana shu muddat yetganda qarzni qaytara olmasa, 10 kunga berdingiz bir insonga, 10 kun o'tdi, tugadi, qarzni nima qilalmayapti? Berolmayapti qaytarib. Mana shu paytda qarz bergan inson yana kutib turadigan bo'lsa, mayli, yana bir hafta kutib turaman sizga, misol uchun-da, yana kutib turadigan bo'lsa, nech pul qarz bergan bo'lsa va nech kun kutsa, har kuni o'sha qarz berganchalik summa deymizmi, miqdor faqirlarga, muhtoj oilalarga sadaqa qilganchalik savob oladi azizlar. Mana shu gapni yaxshi eshitib olaylik. Deylik, misol uchun bir insonga 1 million qarz berdingiz, 10 kun o'tdi, vaqt keldi, yana 5 kun qo'shib bering deyapti bir inson. Musulmon u odam, bitta musulmon birodarimiz. 5 kun qo'shib beryapsa, 5 kun kutdingiz, ana shu qo'shib bergan 5 kuningizni har bir kunida 1 million so'm nima? Sadaqa qilgan savobni olasiz.